Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz ekolog atrof-muhit ekolog omillari va ularning o'zaro xususiyatlari. Quyidagi 4 darajani ko'rib chiqamiz. Birinchi reja ekolog omillarning umumiy ta'rifi, ikkinchisi ekolog omillarning tasnifi, uchinchisi abiotik omillar va to'rtinchisi biotik omillarni ko'rib chiqamiz. Mana foydalanilgan manbalarni ko'rishlaring mumkin. Keraklicha demak internet manbalaridan yana yuklab olishlaring va qo'shimcha o'rganishlaring mumkin bo'ladi. Omil o'zi nimadir? Omil bu jarayon va uning sharoitini, jarayonga ta'sir etuvchi harakat kuchini yoki qandaydir jarayon va hodisaning mavjudlik shart-sharoitini ifodalaydi. Ekolog omillar bo'lsa, muhitning qandaydir elementi yoki sharoiti bo'lib, tirik organizmlarning hech bo'lmaganda bir rivojlanish fazasiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga aytiladi. Ekolog omillarning klassifikatsiyasi qabul qilingan. Bular ekolog omillar abiotik, ya'ni jonsiz omillar va biotik jonli omillarga bo'linadi. Ekolog omillarni mana shu tasnifi bo'yicha rus olimi Ponomaryov va Iliya Nikolayevna ko'p takliflar bergan. Muhitning abiotik omillar tasniflanishi Ponomaryova bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Iqlimiy omillar, bu edofagen omillar, bu orografik omillar, bu kimyoviy omillar. Iqlimiy omillarga yorug'lik, harorat, namlik, havoning harakati, shamol, bosim kiradi. Edofagen omillar bu tuproq omillari, bu tuproqning mexanik tarkibi, namligi, sig'imi, havo o'tkazuvchanligi kiradi. Orografik omillarga relyef, dengiz sathidan balandligi, qiyalik ekspozitsiyasi kiradi. Kimyoviy omillarga havoning gazli tarkibi, suvning tuz tarkibi, tuproq eritmalarining tarkibi va kislotaligi kiradi. Muhitning biotik omillar tasniflanishi quyidagicha keltirilgan. Bular ham 4 ga bo'linadi: fitogen, zoogen, mikrobiogen va antropogen. Fitogen bu o'simliklarga mansub organizmlar jamoasi, zoogen hayvonlarga mansub organizmlar jamoasi, mikrobiogen viruslar, eng oddiy bakteriyalar, rikketsiyalar, bular ya'ni kasallik paydo qiluvchi bakteriyalar kiradi. Va antropogen bu inson omili yoki inson faoliyati hisoblanadi. Biotik omillar yunoncha inkor ma'nosini bildiradi va bios bu hayot ma'nosini bildiradi. Organizmga ta'sir qiladigan noorganik muhitning yig'indisi hisoblanadi. Muhitning abiotik omillar yig'indisi organizmlarning o'sishi, rivojlanishi, yashab qolishi, organizmlar ko'payishiga sabab bo'ladi. Ularning mavjudlik shart-sharoitlarini tavsiflaydi. Asosiy abiotik omillar bular: yorug'lik, harorat, namlik, bularni kiritishimiz mumkin. Biotik omillar bular muhitda uchraydigan organizmlar hayot faoliyati, bir-biriga qiladigan ta'siri, ularning o'rtasidagi munosabatlardan iborat. Bular ikki xil bo'ladi. Biotik omillar antagonistik, noantagonistik munosabatlarni ko'rishimiz mumkin. Antagonistik munosabatlarda bu ikki turdagi bir-birini yengadi, ikkita minus yoki ulardan birontasi o'ziga ziyon yetkazmasdan boshqasini yengadi, plus minus yutqazishadi. So'ngra shu yerda salbiy aloqalar ham mavjud. Noantagonistik munosabatlar bu ikki turdagi organizmlar bir-biriga munosabati bo'yicha nol, ya'ni hech qanday ta'siri yo'q. Bir taraflama bir tomonga foydali, bir tomonga uchun hech qanday munosabat mavjud emas. Foydasi yoki zarari va ikki taraflama manfaatli bo'ladi. Masalan, bulardan yirtqichlikni ko'rishimiz mumkin. Yirtqichlik bu demak o'ziga ziyon yetkazmasdan boshqasini yengadi. Yirtqichlik bir turdagi organizmlarning boshqa turdagi organizmlar bitta yoki bir nechta bilan oziqlanishdan iborat bo'ladi. Yirtqich va o'ljani misol qilib ko'rsatish mumkin. Misollarda masalan sher, bo'ri, burgut, ilon, qoplon va boshqalar. Va boshqa hayvonlardan ovlanadigan hayvonlar bo'lsa, misollar quyon, kiyik, zebra, echki, sichqon va boshqalarni kiritishimiz mumkin o'ljaga.
Parazitizm. Parazitizm bu tekinxo'r degan ma'noni bildiradi. Bu har xil turdagi biotik aloqalar shakli bo'lib, unda ulardan bittasi boshqasini hisobiga uning tanasining ichida endoparazitizm yoki tashqarisida ektoparazitizm yashaydi. Böyle bir tasvirlar demek ko'rsatilgan. Hop, raqobat. Böyle ikkala tur ham bir-birini yengishi mumkin. Raqobat bu turlararo va tur ishtaki shunday munosabatki, bunda populyatsiyalar alohida tur oziqlanish va yashash muhitining sharoitlari uchun bir-biri bilan kurashadi. Biotik omillarning ta'siri. Raqobat oziq-ovqat va yashash joyi uchun boshqa organizmlar bilan kurash organizm sonini cheklaydi. Yoki o'sha predatsiya deydi. Bunda o'sha yirtqich hayvonlar o'z ovqatini ovlash uchun populyatsiya dinamikasini boshqaradi. Parazit organizmlar mezbon sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Simbiot bu ikki organizm bir-biriga foyda keltiradi. Mutualizm va kommentalizm shakllari mavjud. Neytralizm bu hech qanday agar ikkita tur bir-biriga ta'sir qilmasa, ular o'rtasida betaraflik, ya'ni neytralizm mavjud. Neytralizm bu turlar orasida bevosita foyda ham, zarar ham bo'lmaydi. Ular bir-biriga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, bu yerda bug'uni ko'rish mumkin. Bug'u o'simliklar bilan oziqlanadi, boshqa organizmlarga ta'sir ko'rsatmaydi. Quyon bu yerda masalan o'simliklar bilan oziqlanadi, boshqa organizmlarga ta'sir ko'rsatmaydi. Shunday xulosa chiqadiki, bug'u va quyon bir xil hududda yashaydi, ammo bir-biriga bevosita ta'sir qilmaydi. Ular o'z hayotini mustaqil davom ettiradi. Bu neytralizm hisoblanadi. Raqobat bu yerda yo'q. Lekin foyda tomonidan zarar va bo'lishi ham demak mumkin. Mutualizm bu o'zaro manfaatdorlik bo'lib, har ikki organizmlar uchun foydali munosabatlar hisoblanadi. Bu ikki turdagi organizm o'zaro foydali hamkorligi, har ikkala tomon ham foyda oladi. Masalan, o'sha asallar va gullar. Asallar gul nektaridan oziqlanadi, gullar changlanadi va ko'payadi. Dengiz anemoni va klaun baliqlar haqida. Klaun baliq anemonining zaharli o'sha shakllaridan himoyalanadi. Anemon oziq-ovqat qoldiqlari oladi va tozalanadi. Lishaynik va zamburug' va suv o'tlar. Bu yerda zamburug' suv o'tlariga joy va suv va mineral moddalar beradi. Suv o't fotosintez qilib zamburug'ni organik modda bilan ta'minlaydi. Burada ikki tomonga ham foyda bo'ladi. Mutualizm tabiatda keng tarqalgan va ekotizim barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Komensalizm bir tur boshqasiga zarar ham foyda ham keltirmasa, o'zi qandaydir foyda ustunlikka ega bo'ladi. Bir tur uchun foydali, ikkinchi tur uchun neytral bo'lishi o'zaro munosabatda bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha foyda oladigan tur dengiz bannaklari deydi, o'sha dengiz yuzasiga yopishib olib oziqlanadi va himoyalanadi. Ikkinchi turga ta'sir demak qilmaydi. Neytral tur chayka uchun hech qanday foydali ham zarari yo'q. Yoki o'sha epifit o'simliklar, masalan, orxideya daraxtning shoxiga yopishib yashaydi. Orxideyalar quyosh nurlaridan ko'proq foydalanadi. Daraxtga esa zarar ham, foyda ham yo'q. Yoki remora baliqchasi akula tanasiga yopishib ovqat qoldiqlaridan foydalanadi va uzoq masofalarga boradi. Akula uchun zarar ham, foyda ham yo'q. Xulosa shunday bo'ladiki, kommentalizmda bir organizm foyda oladi, ikkinchi organizm esa ta'sirlanmaydi. Muhit omillari bilan moslashuvda organizmlar hayotini davom ettirish uchun muhit omillariga moslashadi. Ular masalan fiziologik moslashuv deydi. Organizmning ichki tizimlari muhit sharoitiga moslashadi. Anatomik moslashuv tuzilishi muhitga moslashadi. Masalan, cho'l o'simliklarda suvni tejash uchun barglari o'zgargan, ular kichkina shaklli bo'lib,
va petranspiratni kamroq qiladi, ya'ni barg yuzasidan suvni kamroq atmosferaga bug'lantirib yuboradi. Xulq-atvorlarni moslashuvi bo'yicha harakat va ovqatlanish odatlari muhit sharoitiga moslashadi. Masalan, cho'lda yashovchi organizmlar ko'proq kechqurun oziqlanishga demak moslashgan bo'ladi kunning salqin qismlarida. Antropogen omillar hozirgi vaqtda antropogen yunoncha antropos inson omillari o'rtasidagi eng kuchli omillar hisoblanadi. Bular tabiatga zarar keltirishi, foyda keltirishi ham mumkin. Ko'proq endi salbiy ta'sirlarni ko'rish mumkin bo'ladi. Antropogen omillar insonlarning tabiatga ta'siri bevosita yoki bilvosita ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Bevosita ta'sir insonning tabiatga bevosita aralashuvi darhol mo'yinda natija beradi. Havoni ifloslantirish, masalan, o'rmonlarni kesish, yerlarni qazish, o'simlik va hayvonlarni ovlash. Ijobiy ta'sir inson faoliyati tabiatga foyda keltiradi, muhitni yaxshilaydi, boyitadi. Unga masalan daraxtlarni ekamiz, o'rmonlarni qayta tiklaymiz, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yiladi. Suvni tozalash va muhofaza qilish imkoniyatlari ko'riladi. Qo'riqxonalar tashkil etiladi. Biologik xilma-xillikni saqlashga alohida e'tibor beriladi. Bilvosita ta'sirga bo'lsa, inson faoliyati natijasida muhit o'zgaradi, ta'sir bilvosita namoyon bo'ladi. Iqlim o'zgarishi, masalan, issiqxona effekti, atmosferaga juda ko'p gazlarni, issiqxona gazlarini chiqarishi, oziqlantiruvchi moddalarning suvlar bilan qo'shilib oqib tushishi, tuproq degradatsiyasi bo'ladi, sho'rlanish, eroziya, shovqin va tebranishlar ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Salbiy ta'sir inson faoliyati tabiatga zarar yetkazadi va muhitni buzadi va boyliklarni kamaytiradi. Suvning ifloslanishini keltirishi mumkin. Chiqindilar va plastik bilan ifloslanish, iqlim o'zgarishi va global isish bo'yicha foydali qazilmalarni ortiqcha qazib olish natijasida. Shunga xulosa kelishimiz mumkinki, insonning tabiatga ta'siri muqarrar, albatta ta'sirsiz qiyin. Muhimi bu ta'sirlarni ongli boshqarish, salbiy oqibatlarni kamaytirish va ijobiy ta'sirlarni ko'paytirish orqali tabiat bilan uyg'un holda yashash hisoblanadi. Ekologik jarayonlar, ekologik omillarning uzoq va yo'naltirilgan yig'indisi organizmlarning ekotizim bugun biosferada uning jamoasini o'zgarishiga olib keladi. Bu o'zgarishlarni ekologik jarayonlar sifatida aniqlash mumkin. Bu yerda bir nechta atamalar bor. Bu atamalar ishlatiladigan intoksikatsiya, tirik organizmlar degradatsiyaga uchrashi, kontaminatsiya, ekotizimlarning kimyoviy zararsiz parchalanmaydigan moddalar bilan ifloslanishi, biorizatsiya, muhit estetikasining buzilishi, antropogen eroziya, tabiiy omillar ta'siri natijasida ekotizimlarning buzilishi, dezertifikatsiya bu cho'llanishni kiritishi mumkin. Libi qonunini ham keltirishimiz mumkin. Libi qonuni bu minimum qonuni deyiladi. Demak, bu Libi bochkasi deyiladi va Yusuf von Liebig'ni rasmini ko'rishlaring mumkin. Libi qonun bu resurslar va oqimlarni boshqarish bo'yicha umumiy prinsip bo'lib, uning mohiyati shundaki, tizimda eng zaif yoki cheklovchi element butun tizimning ishlashini belgilaydi. Boshqacha aytganda, tizim qanchalik rivojlangan bo'lsa ham, uning bir elementi yetarlicha samarali ishlamasa, butun ekotizimning samaradorligi shu element bilan cheklanadi. Masalan, misol qilib, sanoat korxonasida ishlab chiqarish liniyasi bor. 5 ta mashina ketma-ket ishlaydi. Agar 4-chi mashina juda tez ishlasa, lekin 1-chi mashina sekin bo'lsa, butun ishlab chiqarish liniyasi shu sekin mashina tezligiga moslashadi. Ekologiyada agar suv havzasida nitratlar bilan ifloslanish bo'lsa, ekotizimning sog'lom ishlashi aynan bu nitratlarni darajasiga bog'liq bo'lib qoladi. Minimum qoidasini o'sha Liebig'ning minimum qoidasi deb ham aytiladi ba'zida. Aynan Liebig qonunining ekologik talqini hisoblanadi. Shuning uchun ham ba'zida Liebig qonuni bu minimum qoidasi umumiy shakli deb tushunish mumkin. Agar o'simlik uchun masalan azot, fosfor, kaliy zarur bo'lsa va tuproqda azot yetarli bo'lsa, fosfor juda kam bo'lsa, o'simliklarning o'sishi faqat fosfor miqdoriga bog'liq bo'lib qoladi. Shu bilan o'sish uchun boshqa moddalar ko'p bo'lsa ham natija fosfor
yetishmasligidan o'sha cheklanishi mumkin bo'lib qoladi. Bu omillarning tirik organizmlarga bo'yicha o'sha o'zining demak grafiki bor. Demak X o'qda bu turning chidamlilik darajasi, Y o'qda omillarning qulaylik darajasi. Demak normal hayot zonasi yoki optimum zonada bu demak baliqlarni misolda ko'rish mumkin. Bu yerda hamma sharoitlar, barcha sharoitlar yetarli bo'lganda ular ko'payadi. Normal hayot zonasi bo'ladi. Keyin zonada o'sha muhit omillarining kamayishi kuzatilsa, siqilish zonalariga keladi va unda agar muhit omillari yetarli darajada demak bo'lmasa omillar, demak o'limga olib keladi. Bu yerda kichik bir test o'yinimiz bor. Masalan, birinchi savol: muhitning har qanday elementi yoki sharoiti bo'lib, tirik organizmlar bir rivojlanish fazasiga ta'sir ko'rsatishi 12 ta harfdan iborat so'z. Ikkinchi, muhitning ekologik omillarni batafsil tasvirlash kim tomonidan taklif etilgan reja 11 ta harfdan iborat. Relyef dengiz sathidan balandligi, qiyalik ekspozitsiyasi qaysi omillar guruhiga mansub 9 ta harfdan iborat. Viruslar, eng oddiy bakteriyalar, rikettsiyalar, kasallik paydo qiluvchi bakteriyalar qaysi omillar guruhiga mansub? Organizmlar o'rtasida o'zaro salbiy munosabat qanday munosabat? 12 ta harfdan iborat. Antagonistik munosabatda o'simliklar va hayvonlar, faqat hayvonlar bilan manfaatdor bo'lishi, turlararo va tur ichida oziqlanish va yashash muhitining sharoitlari uchun olib borilgan kurash va demak o'sha munosabatlar bor. Plus 0 munosabat quyidagi matematik va qaysi munosabatni belgilaydi? 12 ta harfdan iborat. Xo'p, deb ko'rishimiz mumkin javoblarni. Birinchisi ekologik omil, ikkinchisi Ponomaryova bo'yicha, uchinchisi raqobat, to'rtinchisi simbioz, mikrobiogen, beshinchisi, oltinchisi demak kommensializm, yettinchisi antagonistik va oxirgisi demak so'nggisi orografik. Demak kichkina testlarimiz bor. Bu testlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ekologik omillar nechta turkumga bo'linadi? Abiotik jonsiz tabiat omillari qaysilar? Biotik jonli va tabiat omillari qaysilar? Ikkitsalar nima? Ekologik omillarni aniqlang. Quyidagi munosabat qaysi biri raqobatga to'g'ri keladi? Mutualizm qanday munosabat? Mutualizm qaysi munosabatga taalluqli? Demak javoblarni ko'rib, demak ichingizdan demak topishingiz mumkin. Keyin demak tekshirib ko'ramiz. Bu yerda mana javoblar. Ekologik omillar nechta turkumga bo'linadi? Ikkita abiotik va jonsiz tabiat omillari qaysilar? Iqlimiy, idafogen, orografik, kimyoviy. Biotik jonli tabiat omillari bu fitogen, zoogen, mikrobiogen, antropogen. Rikettsiyalar bu kasallik paydo qiluvchi bakteriyalar. Ekologik omillar bu demak abiotik, biotik. Raqobatga to'g'ri keladi, demak minus. Mutualizm qanday munosabat? Ikkalasi uchun ham foydali. Mutualizm qaysi munosabatga taalluqli? Bu non-antagonistik munosabatlarga taalluqli hisoblanadi. Endi bu uyga topshiriq, mana shu abiotik omillar bo'yicha, biotik omillar, ekologik omillar bo'yicha umumiy demak klaster tuzib kelish, bo'lgan keyin qaysi omillar davom etishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu uyga topshiriq. Keyin topshirig'imiz essay yozish, tirik organizmlar o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha. Demak, quyidagi shartlar bor. 2-4 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Atrof format holda yoki kompyuter, telefon bo'lishi mumkin. Yangi keyingi darsimiz mavzusi biosfera va noosfera ta'limoti, biosferaning tarkibi bo'yicha demak o'tamiz mavzu bo'ladi. Va darsimiz oxirida hamisha demak Nizomiy Ganjaviyning bir hikmatli so'zini aytishimiz mumkin. Demak, hamisha Yaragil xalq xizmatiga, bezak bo'l olam va odam zotiga. Shuning bilan darsimiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa, marhamat, savollaringizni berishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.